nasip olsa yengem bilen kuşa karısın. İki kilinke kuşa karısın. Allah kızı kurtulsun. Mana şu toyxonada har doim klientlar zo'r, hammaga xizmat qilsin. Rahmat. Rahmat, sağ olun. Bana öyle yaptı. Nasıl YouTube'lara çıkardı. Kuşalan kuşa karısı nasip olsa o var. Yani öyle bir iş duyla bir şey tutkan oturayım. Rahmat.
Ha, bekle. Asta asta qadam bosar o'tsin qalamlar yo'lam jon Davramiz nuroniylaridan iltimos qilamiz. Bugungi fayzli shodiyonamizni chiroyli tarzda munosib ravishda ochib berishliklarini. Rahmat reis. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu to'yimizni boshlashdan oldin men mana onalarimizdan, opalarimizdan iltimos qilamiz. Mana shu yoshlarimiz davrada chopmasin. Qarangizlar, har to'yda takroran aytyapmiz. Farzandlaringizni davraga qo'yib bermangizlar og'aylar. Shuni bir tartib solingizlar. Iloji boricha shu farzandni uyga taylab kelingizlar. Har to'yda takroran aytaman, shu farzandlarni uyartirib kelmangizlar to'yga deb turib. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Nurobod tumanimiz Yuksalish mahallasi, Yuksalish to'ylar bazmgohida ajoyib Ko'ktosh qishlog'ining bir Pirbedavlat oilalaridan Rahimlar sulolasiga ajoyib bir tantanani guvoh bo'lib turibmiz. Albatta bu to'yimizning sababchilari mana kuyovimiz Musulmonjon, kelinimiz Gulchivar oilarining vusol kechasi hamda Alisher ukamizni bugun 53 yoshli yubiley to'ylari. Men avvalambor o'zim nomimdan butun mana shu qishlog'imiz nomidan mana shu Rahimlar sulolasiga, ya'ni Alisherjonga kelin qutlug' bo'lsin deymiz. Ilohim shularning baxt kamolini ko'rib, mana shu elimizda mana shunday bir chiroyli mana shunday to'ylar berib turibdi. Bugun ertalab 6 dan boshlab Alisherjon elimizga nahor oshi berib bir elda duosini oldi. Albatta u yerda chiroyli so'zlar, chiroyli tilaklar, qorilar tomonidan ajoyib so'zlar bo'ldi. Albatta shularning hammasi mana bugun ijobat bo'lib turibdi Allohim. Ilohim Alisherjon mana Musulmonjon bilan Gulchivar oilarining baxt kamolini kelin bilan ko'rib, ana shu nevaralarda mana shunday katta bazmgohlarda mana shunday o'tirish hammamizga nasib aylasin. Mana Alisherjonni bir ta'riflab o'tadigan bo'lsak, Alisherjon mana shu qishlog'imizda o'zining kasbini egasi. Mana shu qo'lidan kelmaydigan hech qanday ish yo'q. Nima bo'lsa, u kattami, kichikmi, hech kimga bir bepisandlik qilmasdan ana shuni ishini a'lo darajada ado etadigan insonlardan. Ana shunday mehnatni orqasidan mana bugun ertalabdan mana shu hozirgacha mana shunday dasturxon ochib, elga taom berib turibdi. Allohim qo'llari dard ko'rmasin, doim yuzi yorug' bo'lib, mana shunday elda to'y marakadan ayirmasin. Allohim mana bugun yoshlarimizni mana shunday bazmgohda Akramjon mana shunday inson bu to'y bazmini egasi, mana elimizga shunday chiroyli to'yxonalarni qilib, elda olqishini olib turibdi. Akramjon ukamizga ham Ilohim kuch-quvvat berib, biriga ming bersin, otasiga ming rahmat. Mana shu uzog'imizni yaqin qilib, mana shunday to'ylar bazmida o'tiribmiz. Hammani mana shunday to'ylarga yetkazsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsa, mana shunday to'ylar yarashadi o'g'il. Shu dasturxonga qo'yilgan barcha noz-ne'matlarni oldilaringizda bo'lsa 100 grammdan urib turishlaringizni so'rab qolamiz. Mana bugun to'yimiz sanatsiz, reissiz bo'lmaydi.
mana Nurobod tumanimizda o'zining xush ovozli respublikamizda Nihol mukofotining laureati Bekzodjon Berdiqulov tashrif bergan. Mana shu bugun ajoyib to'yimizni olib boradigan niyatdamiz. Ya'ni Kattaqo'rg'on shahrimizdan ham bir mehmon artistimiz kelgan. Mana bu men aytamanki 35 yil oldin mana Arshakam bilan meni to'yimda shaxsan ana shu Sunnat aka Rahmatov o'tiribdi mana shu yerda. Shu inson ham mana shu kelin-kuyovlarda Arshaka Alisherjonni o'zining mana qo'shiqlari bilan to'yana qilgani Kattaqo'rg'on shahridan tashrif berib turibdi. Bu insonga ham uzoq umr tilaymiz. Buni ham o'z davrida Sunnat akamiz ham shu san'atda quyib qo'yadigan hindiyskiy qo'shiqlardan nasib bo'lsa shu qo'shiqlardan eshitamiz degan niyatdamiz. Mana shu to'yimizni olib borish uchun Pazdarg'om tumanidan Samariddin ukamiz tashrif buyurgan. Iloyim Samariddinjon, sizga ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilab, to'yimizni chiroyli olib borasiz degan umiddamiz. Sizga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt. Kattakon rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin Allohim. Bugungi oqshomga yer va osmoni butun borliq intizor. Sabab berur toza iymon ikki ko'ngil biyozor. Sof tilaklar, pok niyatlar, beqiyos ixlos bilan bu maydonda jamdir bugun qadrdonlar, do'styor. Avvalambor assalomu alaykum. Shukuhli shodiyonamizga yig'ilgan aziz mehmon-mezbonlar, nuroniy otaxonlar, mehribon onajonlar, barchalaringizga o'zbekona kalomli lutfla deyman yana bir bor assalomu alaykum. Azizlar, bugun mana fayzli, go'zal oktyabr oyining 16-sanasida Samarqand viloyati Nurobod tumani Ko'ktosh diyorida Rahimovlar oilasida Alisher akamizning xonadonida ajoyib bir shodiyonaning to'y va tantananing guvohi bo'lib turibmiz. Ushbu oqshomimizning, ushbu kechamizning asosiy sababchilari, bir so'z bilan aytganda, benazir so'z bilan aytganda oqshomimiz qirolichasi, teatrimiz musulmon kelin-boshchamiz Gulsevar oilarining o'sal oqshomida yig'ilib turgan ekanmiz. Ikkala yosh kelin-kuyovlarimizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Yurtimizdagi, jamiyatimizdagi eng baxtli oilalardan bo'lsin Allohim. Hayotning ziynati sevib sevilish, insonga atodan azaliy meros. Bu dunyodan hech kim o'tmasin yolg'iz, tanholik hamisha yaratganga xos. Kimga nasib etsa gar soliha yor, Tangridan yaxshilik yetgan için so'z. Bu dunyo o'tkinchi bir g'alva bozor. Har kim o'z jufti bilan bir uzukka ko'zga o'tira kelib boshqa Allohim o'ziga ko'z qo'ygandek vaqtlaring bardavom bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deya shohona shohsupalardan chiroyli tarzda joy olishliklaringizga ijozat beramiz. Qolaversa bugungi shukuhli shodiyonamizda to'y ustiga to'y, shodiyona ustiga shodiyona. Alisher akamiz muborak 53 yoshni qarshi olyaptilar. Akajonimizga baxt, saodat tilaymiz. Har doim mana shunday farzandlar baxtiga sog' va salomat bo'lib, onajonim bilan birgalikda eng baxtli damlarni farzandlar davrasida, nevaralar davrasida, boringki begonalar davrasida ham o'tkazishlikni Alloh nasib ro'za aylasin. Azizlar, bugun oldingizga yaxshi niyat ila anvoyi sharqona noz-ne'matlar bilan bezatilgan to'y dasturxonlarimizni ochiq deya e'lon qilamiz.
Allohning yetkazganiga shukr. Mana shunday kunlarga, mana shunday damlarga, mana shunday lahzalarga yana bir bor oqshom xayrli bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deya navbatdagi go'zal, ezgu, samimiy dilistaqlarimizni davramiz nuronilaridan Qosim bobomiz yo'llaydilar. Qolaversa ezgu dilistaqlarimiz, samimiy kalomlarimiz juft qilgan holatda xudojonlar nomidan Pazdarg'omdan tashrif buyurgan aziz mehmonimizni Haqberdi tog'ajonimizni yonimizga chaqiramiz. Assalomu alaykum. Qalbimizda iymon, Rabbimizga rahmon, manzilimiz jannat. Mana bugun to'yxonaga qatnashgan mehmonlarimizning barchalariga kattakon rahmat. Avvalo assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan hurmatli mehmonlar hamda mana shu yerda sizni bizga Bildiq Qamishdan bog'lab Yuksalish to'yxonasining rahbariyati ishchi guruhi xush kelibsizlar. Alisher aka Rahimlar xonadoniga. Bu inson bir ajoyib inson, ikamizni nihoyatda hurmat qilamiz. Mana ko'rib turibsizlarki, mana bugun o'zini xonadoniga kelinni olib kelyaptilar. Albatta bu inson Alisher aka Rahim uchun kelin emas, qiz bo'lib xizmat qilsin. Yaxshilik kunlarida ali endi boshladi. Nasib bo'lsa yaxshilik kunlari nihoyatda Alisherjonda ko'p. Bundan buyon Xudo xolasa kelin, sunnat deganlaridek to'y bardavom bo'lsin. O'rtoqlar, yuqorida qancha inson gapirsa, mana bugun Alisher akaning kayfiyatiga, Alisher akaning xonadoniga kam hammalaringizga yaqin ishtiroqlagan holda yana bir kirra elni chiroyli to'y bilan muborakbod etamiz. Rahmat Resmo. Aziz mehmonimizni Haqberdi tog'ajonimizni yonimizga chaqiramizda oqshomning eng samimiy, eng go'zal dilistaklarni davramiz qahramonlari tomon yo'llashlik uchun navbatdagi dilsorlar ham aynan xudojonlar tomonidan jarang sochadi. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlarimiz, qadrlar. Hammalaringiz mana shu bugun vaqt kechada ko'rib, chiroyli kunlarda o'tirganmiz. Shu sababdan Gulsumlar bilan vaqt kechasidan vaqt kechasida ko'rib turib hammalaringizga rahmat, xursandman. Vaqt bo'lsa o'sha qarisin. Nasib bo'lsa yana ish kunlarida biz tayyor bo'lamiz. Hammalaringizga rahmat. Katta rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin. Allohim har bitta aytilgan ezgu dilistaqlarni Alloh barchasini ijobat qilsin. Ming bo'lakka bo'lib dunyoni tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt ba'zan bilmaymiz. Baxtlar bilan bezatilgan taxt, Xudoyimga yetsa bas soring. Kimdir seni sog'insa shu baxt. Baxt aslida dunyoda boring. Kimlarnidir sog'inib, sevib, intizorla uni kutganing. Baxt aslida tomog'ing bilan shu bir qultum suvni yutganing. Hamma yerda baxtlaring sochib, bahorlardan go'zallik yuqqan. Baxt emasmi? Ko'zlaring ochiq, osmonga boq, ko'kka oy chiqqan. Ming bo'lakka bo'lib dunyoni tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt ba'zan bilmaymiz. Zero yaxshi niyat qilamiz. Kuyovturamiz kelin poshshamiz yurtimizdagi, jamiyatimizdagi eng baxtli oilalardan bo'lsin deganlar. Bitta chiroyli qarsaklarni chalib qo'yamiz. Keling kuyovlarimiz sha'niga. Navbatdagi dilizorlarda samimiy niyatlarni hurmat ila, mamnuniyat ila Alisher akamizni sirdoshlar nomidan Arisov Qilich akamizni chiroyli tarzda O'lg'imrot akamizni yonimizga chaqirib, bugun do'stlar tomonidan aytiladigan eng go'zal, eng samimiy dilsaklarni ham aynan oqshomimiz qahramonlari tomon yo'llashlik uchun Alisher akamning do'stlari, yaqinlari nomidan Arisov Qilich akamizni, O'lg'imrot akamizni davramizning badiiy minbariga yonimizga mikrofon qarshisiga chaqiramiz. Nurlarga ko'milgan bu maskan bu kun sizlarga baxtlar pok niyat ila oppoq libosdagi ko'ngli oq kelin
baxtli bo'ling bu kun yoringiz birga. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar, hurmatli og'aynilar. Mana bugun bir ajoyib bir to'yxonada, ajoyib bir kunda, ajoyib bir insonning do'stimiz mana shu Alisherjonning bugun xonadonida, mana shu to'yxonada katta to'yning bir guvohi bo'lib turibmiz. Albatta bu to'yning sababchilari mana shu Alisherjon do'stimizning bugun farzandining baxt to'yi qolaversa, Alisherjonning bugun 52 yoshli yubiley to'yi. Shu bilan Alisherjon to'ylari muborak bo'lsin. Hurmatli og'aynilar, mana shu fursatdan foydalanib men butun mana shu oila a'zolarimiz nomidan, qolaversa mana shu sinfdosh do'stlar nomidan bugun Alisherjonni kelinni mana shu Alisherjon orqali butun mana shu Rahimlar sulolasining bugungi ajoyib kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, sihat salomatlik, mana shunday yubiley to'ylarni ko'plarini ko'ring. Nasib bo'lsa mana shu 100 yoshga kirganingizda ham mana shu yerda do'stlar qiz tuvalgina hammamiz birgalikda ishtirok etib, xursandchilik qilib o'tiraylik. Hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarga ham baxt tilaymiz. Baxtdan tortilaymiz. Nasib bo'lsa mana shu Yuksalish mahallasida qolaversa, butun mana shu tumanimizda eng ko'zga ko'ringan oilalardan biri bo'lishingizda tilakdoshman. Hurmatli og'aynilar, mana shu yurtimiz doimo tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana shunday to'ylar ko'p bo'lib, nasib bo'lsa hammani xonadonida mana shunday to'ylar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mana shu do'stlarimiz nomidan mana shu yiqqan ozroq qo'shnimiz bor. Qolaversa Alisherjonga to'n bor. Alisherjon to'nni qabul qilib olasiz. Rahmat raisba so'z berganingiz uchun. Qulmuratjon gapir. Tabriklaymiz. Kelin muborak bo'lsin. Bunday yoshlar kunimiz. Sirmazot baxtli bo'linglar. Qo'shib mustaqilman. Alisherjon nevarachilar rahmat beradi. Bugün begona inson yo'q bu yerda, to'g'rimi? Alisher akam bugün sizlarni xursandchiligiga sherik bo'lish uchun chaqirgan.
Yoldan belki benim aylanar kanımda tur. Bir vefacım dediler, pakize imanımda tur. Her yamanı yaxşı künde, her yamanı yaxşı künde, her yamanı yaxşı künde. Dost bulsan yanımda tur ey, vay aka bulsan yanımda tur. Dostum kaddi bitilmez dediler, kan gitsen keçmegen var dostidan, canımdan gitsem. Bitta diska bor, biz ochaga katta rahmat, 5 balansa birga. I love you, Uzbekistan. Hey, la 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 la. Oh, hey, lo lo lo. Hey, ah, hey, ah, oh. I am a disco dancer. 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 Hey, oh, ah, oh, ah. Beram ke, dida ake, I am a man. Siri ke, beram ke, dida ake, I am a man. Siri ke, siri ke, siri ke. आशिक़े दीवाना जवानी होमरू जवानी कोमरू अगर मी नश्तर हो गया हा हा ला 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 Haja, 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 Jimmy, 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 haja, haja, haja. Something
Rahmat Sinataga ajoyib mana shunday Bekzodjon Berdiqulovday 90-yillarda haqiqiy trendi bo'lgan artist mana shu Sinatjon Rahmatulloyev bo'ladi. O'zining mana shu san'ati bilan ilga Samarqand viloyatida o'zining san'atini ko'rsatgan haqiqiy artistlardan. Mana 65 ga kirib 20 yoshlarda o'zining hamma joyini qimillatib o'ynayapti. Kim o'ynaydi hozir Sinatjon? Rahmat sizga. Biz aslida shu xalqimizni ko'rib yoshlaramiz. Yurtimiz tinch, elimiz obod, manzilimiz obod bo'lsin. Xalqqa hamisha chaqiraversin. Bizning gruppa bor hozir. Chiroyli gruppa tuzdik. Meri India deb yozilgan. I love you O'zbekiston yozilgan. Rahmat. Kuningiz ko'p bo'lsin, charchamang Sinataga. Ana shunday to'ylarda aytilgan joyga kelib, bir juft qo'shiq aytib, elni olqishini olib ketaverang. Sizga sog'lik, salomatlik. Respo ishingizga rivoj. Endi biz vaqtimiz olgan bo'lsa uzr. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin Allohim. Ko'z tegmasin mana shunday baxtli damlarga. Biz esa bugun albatta Munisa Mo'tabar onajonlarimizni albatta yodimizdan chiqarganimiz yo'q. Xolajonlarimiz nomidan Feruza xolajonimizni bugun badiiy minbarimizga chaqirib, oqshomning eng samimiy, eng go'zal istaklarini davramiz qahramonlariga o'tiramiz kelin poshamiz tomon yo'llashlik uchun badiiy minbarimizga onajonlar nomidan, xolajonlar nomidan, mehribonlar nomidan Feruza opamizni yonimizga bir lahza kelishliklarini iltimos qilamizda, chiroyli samimiy niyatlarini tinglaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, qadrdonlarim. Bugun mana Alisherjonning farzandining, Musulmonjonning xatna to'yida o'tiribmiz, nikoh to'yida o'tiribmiz. Men sizlarni butun qishloqdoshlarimni, yurtdoshlarimni mana shunday chiroyli to'yxonada ko'rganimdan juda xursandman. Hammangizga avvalambor mana shunday to'yxonani qurgan ukamga rahmat. Dodik deydi, otini endi o'zini bilmayman. Laqabimi? Shu otajonimga juda katta rahmat. Hammamiz mana shunday to'yxonada farzandlarimizni shohsupada o'tirish hammamizga nasib ro'zi aylasin azizlarim. Hammaning uyida to'yxona, murodxona bo'lsin Allohim. Men Alisherjonni 53 yoshi bilan, Musulmonjonni ajoyib qalbig'i bilan, chin qalbimdan, o'zim nomimdan, oilam nomidan, qarindosh urug'lar nomidan chin qalbimdan muborakbod etaman. Alisherjon Alloh bergan yoshni juda ko'pini ko'rsin. Shu bitta o'g'li 10 ta bo'lib ko'paysin. Nasib bo'lsa farzandi ham shu qishloqning, Ko'ktash qishlog'ining eng yaxshi oilalaridan biri bo'lsin. Yosh oilalar ulardan ibrat olsin Allohim. Qo'shilib qo'sha qarisin. Baxtli, saodatli, serfarzand, serdavlat bo'lsin Allohim. Ikki tomoni ham huzur halovatini ko'rsin yoshlarni. Endi otalar so'zida otalarga juda ko'p she'rlar bor, albatta. Hech kim otasini yig'latmasin. Allohim Musulmonjon ota-onasini hojga yuborsin. Hoji ota, hoji ona bo'lsin Allohim. Farzandimizdan shuni kutamiz, yaxshi niyatlar. Biz ne maqsadlarda farzandlarni o'stiramiz. Allohim shu farzandlarimiz bizni qadrimizga yetadigan bo'lsin. Tirikligimizda qilsin. O'lganimizda u bizlarga tonnalab osh bermasin, kerak emas. Tirikliklar qildi. Allohim tirikligida mana shu ota-onasini qadriga yetadigan farzandlar bo'lsin. Hoji ona, hoji ota bo'lsin Allohim. Qandoq ekan, meni kuyovga she'r aytaman deydi men. Qandoq ekan yor vasliga yetish vaqti. Alovlarni uch aylanib o'tish vaqti. Qandoq ekan gidoyimdek hayol surib ota uydan begona deb ketish vaqti. Avval chalgan to'yingizga begonasiz. Kelinsiz u to'yingizga begonasiz. 19 yil supurdingiz o'sha hovlini, endi intiq uyingizga begonasiz. Qoshingizdan 2 tola olishdilar. O'rab chirmab chimildiqqa solishdilar. Kecha sizni dunyolarga bermasdilar, bugun sizni tillolarga olishdilar. Xalq bo'lmasa bir gap aytib kularmidi? Atirgullar nur bor joyda sularmidi? Min urinmang, kuldan devor bo'lmagandek, qaynonadan ona bunyod bo'larmidi?
Taqdir sizga tilla taxtlar ato etsin. Toydek o'g'il shiddat shaxtlar ato etsin. Duoga qo'l ochib tilak aytadirmiz. Alloh sizga oydek baxtlarni ato etsin. Rahmat azizlarim, yana bir bor to'ylar muborak, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. San'atkorlardan eng chiroyli qo'shiqlarni tilab qolamiz. Alisherjon bilan o'ynaymiz. Rahmat olsun. Rahmat xolajon, umringiz ziyoda bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat bo'ling ilohim. Eng yaxshi damlarimiz mana shunday yaqinlar bilan go'zal aslida. Baxtli damlar davomiy bo'lsin, xolajonlarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Ana endi azizlar, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz davron qatnashchilari, bugungi fayzli shodiyonamizni kutilgan damlariga yetib keldik desak albatta mubolag'a bo'lmaydi. Xolajonimiz hozir va hozir o'tib turasiz. Siz uchun qo'shiqlarimiz bo'ladi albatta. Undan oldin bugun biz oqshomning eng go'zal damlarini sizlarga hadya etamiz. Ya'ni bugungi oqshomimizni intizorlik bilan kutgan insonlarimizni, onajonlarimizni bugun bir safda ko'rishni xohlaymiz. Kelin poshshamizdan heyejonlaridan iltimos qilamiz. Bir lahzaga yonimizga kelishliklarini. Albatta bugun onajonlarimizni yonlarida otajonlarimiz savlat to'kib tursalar juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Alisher akam keling yonimizga yaqinroq. Kelin poshshamizni dadajonlardan Uyg'un akamdan iltimos qilaman. Uyg'un aka keling, agar davramizda bo'lsangiz, bugun Alisher akamning yonlarida savlat to'kib turasiz. Qolaversa onajonlar qani sizlar? Mehriso ayamizdan, Dilfuza ayamizdan iltimos qilamiz. Bugun kutilgan oqshom, bugun baxtli oqshom. Mana shunday baxt esa albatta otalarimiz, onalarimiz bilan tatiydi. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham, guldan ham. Qolar bo'lsam bir kun axir tindan ham. Agar bir zot yig'lasa chin dildan ham. Onam yig'lar. Onamo. Onajon, Alisher akamning yonlariga yaqinroq turib olasiz. Tonar bo'lsa qo'limdagi tor dunyo. 3 kun o'tmay unutgay do'st yor dunyo. Yer u ko'kni titratib, zor dunyo. Onam yig'lar. Onamo. Bunday kulib yurmasmidi o'g'lim deb, ko'rib ko'nglim to'lmasmidi o'g'lim deb, onang o'lsa bo'lmasmidi o'g'lim deb. Onam yig'lar. Onamo. Allohim, onajonlar hech qachon yig'lamayizlar. Yig'layizlar faqat quvonchdan, yig'layizlar faqat baxtdan yig'layizlar. Uyg'un akam agar davramizda bo'lsalar, bir lahza yonimizga kelasiz. Aka, aslida otalar uchun she'r chiroyli ijro qilinadi. Lekin men to'g'ri chiroyli ijro qila olmasligim mumkin. Lekin satrning o'zi go'zal. Nimagaki kuyov turamiz nomlaridan dadajonimizga bag'ishlanadi. Diqqat beramiz. Ey umri javhari davlatim otam. Yuzlari quyoshdir, mehribon otam. Sizga izdoshdirman abadul abad. Shu sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Sizni ila bordirman ichra keng jahon. Shukurimni eshitsin ul buyuk Rahmon. Qalbingiz, dilingiz og'ritib bo'libman nodon. Ey mening qo'li gul, bog'bonim otam. Tog' kabi sarvqor, savlatim otam. Ey umri javhari, davlatim otam. Otajonimiz uchun bitta chiroyli qarsaklar jalb qo'yamiz. Ana endi oqshomimiz qirolichalari, onajonlar assalomu alaykum. Bir tomonga o'g'il muborak bo'lsin, bir tomonga qiz muborak bo'lsin, ikkala tomonga to'ylar muborak bo'lsin. Endi onalarimiz uchun she'rlar aytsak bo'ladi. Dog'i yeram onamning guliga yeta olmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yeta olmaydi. Agarda dunyo boyliklarin boshimdan sochsalar ham, Alisher akamning otajonimizning topgan 3 tursun puliga yeta olmaydi. Siz baxtim yo'lida nur sochgan onamsiz. Farzandlaringizni esa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq bilasizmi nimadan? Farzandlaringiz baxtsizligidan qo'rqqan insonsiz. Ammo bugun biz baxtli, xursand, shodon yuribmiz. Bilasizmi nimaga? Chunki bizni baxtimizga, farzandlaringizni baxtiga baxtli qilib tuqqan onamsiz.
Qani edi? Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sening umringni. Roziman, roziman onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik Allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchib, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Yo agar bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Va agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, sur'atingni chizardim berib ming sayqal. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sening umringni. Roziman onajon, roziman otajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Ana endi navbatdagi qasrlarimiz onajonlar uchun bo'ladi.
yashayversak to'q. Ayt kimni 100 yil yashagisi yo'q. Lekin ko'ngil tubida 100 ochar bir cho'q, bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'ldirma, topganingni qo'y. Mayli qadoq tutma, diydoriga to'y. Ostonangda kulib ko'rsatganda bo'y, bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Otangni ardoqla, onangni asra, joningni chirog'i, bolangni asra. Betobmisan, xastamisan, ichingga yut. Nolangni asra, bir kunda 1 soat o'z ishini yasha. Xudo umr bersa yashayversak to'q. Ayt kimni 100 yil yashagisi yo'q. Lekin ko'ngil tubida 100 ochar bir cho'q, bir kunda 1 soat degan joyda bitta qarsaklar bo'lish kerak. Boringlarga shukr, kattakon rahmat. Har doim mana shunday yaxshi kunlarimiz do'stlar bilan go'zal bo'ladi. Ana endi sizlar uchun albatta kuy qo'shiqlarimiz bo'ladi. Faqat birozdan so'ng kelin-kuyovlarimiz baxt shirinliklari bor. Shirinliklarni birgalikda ulashamiz. Ana undan keyin Nurobodchasiga o'yinlar bilan davom etamiz. Ma'qulmi? Kattakon rahmat, boringlarga shukr. Yuksalish to'ylar maskandan yana bir bor iltimos qilamiz. Kelin-kuyovlarimizni baxt shirinliklarini, barcha qulayliklarini chiroyli tarzda yaratib, davramizga xushib berishliklarini. Yoyib, yayrajonim o'rtan maqamda. G'iybatlarga chida, tuhmatga chida, sen axir bittasan-ku. Yorug' olamda. Menga bir tabassum hadya et ey yor. Nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt, senday go'zal qiz yana qayda bor? Kipriklari uzun, kokinlardan. Shuncha ma'lumot. Agar bari tasodif bo'lsa, gar shunday istamasa Xudo, shu shaharda tug'ilarmiding? Shu ko'chada o'tarmiding yo? Ikkimiz bekor. Allohning rejalarida biz emas. Bo'lmaydi. Menga qo'llarni yetsahamki jam 18,000 olam sen bo'lolmaydi. To'g'ri senga o'xshashi mumkin. Lekin ular seningdek jilmay olmaydi. Mendek bir oshing, bir tema. 18,000 olam ichra bir gulim eding. Sevdim sevganimdan uyalmoq nechun dilda yo'q ekan. Poyimga to'kilgan ishqing ertagi qalbimni to'ldirib qilmadi yomon. Yo'q etamiz ikimiz birga. Qo'lingni deb qo'llardan tut. Uy quramiz eng baland qilgan parvozini beradi bo'lgur. Yur qol ko'rdek taraddud. Ol ko'ksingga siqqancha mehr. Vatan bo'lsin osmoniy hudud, oila bo'lsin muqaddas dargoh. Aytolmaydi mendek bir oshiq bir dilbar uchun sen bo'lolmaydi. Ishqiy qissalarning barchasi bekor. Menimcha sevgidek hech kim bo'lmagan, lekin yaralgandan ko'hnami dunyo. Seni sog'inishlik azob bo'lmagan. Qanchalar qadrli, go'zal mo'nigoh. Ko'rdim ko'zimga mehr to'ladi. Seni sog'inmaslik gunoh. Hatto suhbating sevsa bo'ladi. Har soniya olam sendan xavotir. Mehriga ko'milib yashamoq totli. Ishqi bor dunyoning mehriga tatir. Asli sevmoq emas, sevilmoq totli. O'tmaydi sevgisiz bedor tunlari. O'tmaydi uzundek go'yo tunlari. Borliging o'zi baxt. Baxtli kunlari asli sevmoq emas, sevilmoq totli. Kelmasak intizor qadamim to'ylar, mehr ila qalbiga joylar, yiroq bo'lmay qoladi yulduz ruh oylar. Asli sevmoq emas, sevilmoq totli. Kerakmas shunchalik soxta tuyg'ular. Topolmasdan o'zimda darddan himoya. Meni quvvatmasdan qana tuyg'ular. Yodingni deb shunday kifoya. Jonimni qo'lga topshirganim rost. Mehrdan bag'ishla katta sarmoya. Sevgimni avayla. Oshiqlarga xos. Yoningdan deb shunday kifoya. Ming bora kechir, ming bora kelsang, qabul qilgum seni har safar.
Agar mening gunohim sen bo'lsang, gunohimni sevdim jon qara. Qo'llarimda tutolsang mahkam, qarshi chiqsa dunyolar agar yomon deya so'zlashganda ham. Mana 4-soat davom etyapti-da, 4 soat bo'lyapti. Ular 2 soat, 2,5 soatda tugab ketaydi. Bu hammasi to'yxonadan emas. To'yxona ham yaxshi emas lekin. Lekin Alisher akamizni ko'ngli kengligidan, halol dasturxondan, halol mehnatidan topgan deb o'ylayman. Avvalambor mana shu 2 yosh nevaramiz baxtli bo'lsin, qo'shilib qo'shiq chiqarsin, o'g'li juvoni bo'lsin, xudochiliklari Xudomiz bilan ming yillik bo'lsin. Oxirida mana to'yimiz davom etyapti, yaxshi davom etyapti. Kelin-kuyovimiz baxtli bo'lsin, nasib bo'lsa Alisherjonnikiga, uyiniga xudolarimiz beshik to'ylar qilib bersin iloyim. Alisherjonni kelin bilan to'yi boshladik. Bosh to'ydan chiqmasin-da. Dasturxon bundan da to'yga bo'lsin, ziyoda bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika rabbil alamin.
yedirgan, ichirgan, to'ydirgan bizlarni musulmonlardan qilgan Allohimga hamd sanolar, barcha maqtovlar Allohimga bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlarimiz va salomlarimiz bo'lsin. Elimizda tinchlik bo'lsin. Mana shunday to'ylar, dasturxonlar to'kin bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yangi O'zbekistonimiz bundan-da gullab yashnasin. Har kim mana shunday yaxshi niyat bilan to'y qilib o'tkazish alchiga o'xshab har kimga nasib ro'za aylasin. Nasib bo'lsa yana bir aytaman takrorlab, bu yilga nasib bo'lsa xudolarning beshikda tuzab kelib beshik to'ylarda ishtirok etish barchamizga nasib ro'za aylasin. Allohu amin. To'yimiz davom etadi, yoshlarga yana o'sha qo'shib. Kattakon rahmat, to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi chiroyli kuy qo'shiqlarimiz bo'ladi. Barcha yaqinlardan raqslar tomon taklif qilamiz, keling yo'llarimizni baxt manzillar tomon kuzatamiz. Asta asta qadam bosar, yo'l o'tsin qadamlar bavra, yovjon. Assalomu alaykum. Yoshlar baxtli bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Ha, yaxshi. Ha. Shunday bo'lsin. Akam bo'la. Akam bo'la. Mayli akam. Tamam bo'la. Ne bilaman. Yoshlar baxtli bo'lsin. Alisher aka yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Hammani mana shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Yana bir bor rahmat barchalaringizga. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.